Dahshatli avtohalokat. Ovoz Oxun haqida tezkor ma'lumot. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qiziqcha Ovoz Oxun Andijon Qo'qon katta trassasida ayoli va qizi bilan ketayotganida rulda uxlab qolib oilaviy avtohalokatga uchragani, o'sha kunni hayotidagi eng og'ir kun deb hisoblashi haqida gapirib berdi. Ushbu intervyuni esa Daryo muxbiri Feruz Muhammad tashkillashtirdi. Mashinani olganimga endigina 3 kun bo'lgan edi. Uyga borib, vodiyga borib, uydagilar bilan ko'rishib qaytayotganimda shu hodisa bo'lgan. Mashinam dumalab ketgan. Bir payt ko'zimni ochsam, mashinam ag'darilib yotibdi. Qizimni yig'laganini eshitganimdan so'ng hushimga kelganman, deydi Ovoz Oxun. Xudoga shukr, qizimni tekshirishganlaridan so'ng soppa sog'lomligi ma'lum bo'lgan edi, deydi taniqli qiziqchi Ovoz Oxun.